avtomatik ravishda ko'zimiz nimani ko'rsa baholab ketaveradi. Jim turolmaydi ichimiz. Ko'zimiz nimanidir ko'radi, ichimiz jim turolmaydi. Yurgan yo'limizda qoralaymiz, yurgan yo'limizda salbiy baho beramiz nimagadir. Ha shunday deb qabul qila olmaymiz. Avtomatik ravishda o'rganib qolganmiz va bu odatga aylangan. Eng yomon, eng salbiy odatlarga aylangan holat bu qoralash. Tashqi dunyoga baho berish, salbiy baho berish. Mana shu trenirovka qilib o'rganib qolganligimiz uchun juda ham ko'p trenirovka qilib bundan xalos bo'lishimiz mumkin. Bundan xalos bo'lish chuqur yo'llari ham bor va bu yulduzli marafonda beriladi 5 qadam amaliyoti orqali sekin-sekin bundan xalos bo'lish mumkin. Lekin hozir birinchi qadamlarni qo'yishimiz mumkin. Buning uchun pulli rezinkasini olasiz, xuddi pulli rezinka, chap qo'lingizga taqasiz, ayollar chap qo'liga taqadi va bu sizga eslatma bo'ladi. Bu nimadan dalolat beradi? O'zi bilib bilmay qoralab qo'ysangiz, misol uchun, ishxonada hamma joyda bo'lishi mumkin. Hamma joyda nimadir yomon deb qo'ydingiz. Qoralab qo'ydingizmi? Rezinkani tortasiz, uzr deysiz. Uzr yana qoralab qo'ydim desa, bitta qo'yib yuborasiz. Va mana shu joyda tana eslab qoladi. Ya'ni mana sen hozir qoralayapsan, o'zingga qaytganida yomon og'riydi. Mana shu rezinka qoralash mumkin emasligini sizga eslatib qo'yadi. Agar siz har bir qoralashda qo'lingizga bittadan zarba berib buni eslatsangiz, asta-sekin miya sekin-sekin o'zini tiya boshlaydi. Hayotingizda muammo bo'lmasligini istasangiz, qoralashni bas qiling.